ergatgan oyoq insonni ko'ksiga yoyni otmas. O'rtoq, eshitdingmi, Nurullo o'lib qopti. Qaysi Nurullo? Shu o'zimiz jo'ramiz Nurullo. Jinnimisan, kecha birga o'tirdik-ku to'yxonada. Hozirgina eshitdim, to'g'risan oldinga kelyapman. Nimadan o'libdi? Energetik ichgan ekanmi, yuragi to'xtab qopti. Xo'p, hozir boramiz. Nima ichasan? Bilmadim. O'zing nima yeyman o'sha Nur? Men bilasan-ku, energetik ichaman-ku. Nima ichasan? Nima qilasan? O'sha energetikni ichib. Yurakka axir zarari bor. O'rtoq, qo'ysang-chi, nima-muncha vahima qilaverasan? Shuncha yildan oz ichib kelaman-ku, hech nima bo'lgani yo'q-ku, hech nima ham bo'lmaydi. Nima ichasan? Bo'pti, suv ol menga. Xo'p. Mas'ul. Bez gazmi? Bez gaz. Senga gapirishning foydasi yo'q. Hayda ketdik. Biz eshitayotganlarimiz fakt emas, balki fikr. Biz ko'rayotganlarimiz haqiqat emas, balki nuqtai nazar.